Oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi dunyo aholisining o'rtacha umr ko'rish davri 73-18 yoshni tashkil qiladi. Hozir esa taxminan 25-30 yoshdaligingizni hisobga olsak, bu o'rtacha umr ko'rish davrining 30-40% ni tashkil qiladi. Bu butun bir vaqtingizning 1/3 degani. Siz esa bu bir qismning kamida 5 yilini shunchaki hayot tashvishi, pul topish va yana bir qancha hayotiy sabablar bilan o'tkazdingiz degani. Eng achinarlisi, bu hali boshlanishi. Bu video nima uchun insoniyat hammasiga shunchaki mutlaqo tekinga erisha olmasligi sabablari haqidagi chigal mavzuga qisqa tushuncha sifatida tayyorlandi. Har bir inson ona qornidan tug'iliboq, uning shaxsiy manfaatlari kichik miqdordan boshlab paydo bo'la boshlaydi. Dastlab ona suti va keyin boshqa qo'shimcha ozuqalar. Bu bir shaxs tug'iliboq to mustaqil hayotga qadam qo'ygunga qadar tez suratda o'sib boruvchi talablar bilan davom etadi. Bu davrda bir inson ota-ona tomonidan tabiiy qonunlar sabab hech qanday miqdordagi mablag'larsiz va xizmatlarsiz qabul qilinadigan imtiyoz. Va bu imtiyoz oxirgi bo'lishi ham mumkin. Bundan keyin hammasi shunchaki tekinga bo'lmaydi. Shaxsiy kvartirami o'zing sotib ol. Va oxir oqibat hayotimizga pul kirib kela boshlaydi. Pul nima o'zi? Nima uchun u bizga shunchalik zarur? Va nega aynan pul? Biroz oldin aytganimdek, shaxsiy manfaatlar va orzularimiz poydevorini qurishda, unga erishish yo'lidagi mashaqqatlar sabab umrimiz va o'zimizda mavjud kuch-imkoniyatlarimizni sarflab erishadigan mukofotga pul deya nom berganmiz. Nima uchun pul bizga shunchalik zarur degan savolga javobni ham o'zimizdan izlaymiz. Biz albatta ideal inson emasmiz va albatta aql idrokimiz, kuch-quvvatimizni chegarasi bor. Pul esa go'yoki o'sha ideal insondek ko'rinishimizga bizga ko'maklashuvchi vosita xolos desak ham bo'ladi. Pulga munosabat insonlarning har xil dunyo qarashiga qarab o'zgaradi. Va nega pul? Aytganimdek, aql idrokimiz va kuch-quvvatimizning chegarasi bor. Va yaxshiyamki, bizga berilgan turli xil malaka va qobiliyatlar sabab biz pulni ayirboslay olamiz. Va pul bu uchun yaxshi yechim. Biz pul sabab davolana olamiz. Pul sabab sayohat masshtabimizni ham oson kengaytira olamiz. Albatta biz ham o'zimizda borini pulga sota olamiz. Ya'ni ayirboslay olamiz. Va shunga o'xshash yo'llarda bizga pul yordam bera oladi. Va shu bilan birga nega aynan pul degan savolga oddiygina shu sabab bilan javob bersa ham bo'ladi. Lekin hali ham oldinda biz nega hammasini shunchaki tekinga qabul qila olmaymiz yoki shunchaki bera olmaymiz degan savol turibdi. Javob shu. Agar hamma narsa tekinga bo'lsa, inson tanlashni to'xtatadi. Tanlov yo'q joyda mas'uliyat bo'lmaydi. Qiymat bo'lmaydi, rivoj bo'lmaydi. Inson tekinga o'rgansa, u asta-sekin harakatdan voz kechadi. Tekin narsa qadrlanmaydi. Bu gapni hamma biladi, lekin kam odam tushunadi. Tekin narsa e'tibor talab qilmaydi, reja talab qilmaydi, sabr talab qilmaydi. Pul esa bularning barchasini majbur qiladi. Shuning uchun pul og'ir. Shuning uchun pul charchatadi. Ko'pchilik tekinni qidirib umr o'tkazadi. Shu orada esa eng qimmat narsa ketadi. Bu vaqt. Pul topiladi, imkoniyat topiladi, xatolar ham tuzatiladi, lekin vaqt qaytmaydi.